100 ming so'mni ishdan 500 mingga qilasanmi? Iflos. Bu videoni keng miqyosda tarqating, aks holda shu insonning o'rnida siz bo'lishingiz mumkin. Nimaga bunaqa holat bo'ldi? Chunki akamiz chet eldan o'zi bilan mobil qurilma, ya'ni telefon olib kirayotgan paytida bojxona, O'zbekiston bojxonasida o'zim bilan telefon olib kiryapman deb deklaratsiya to'ldirmasdan shundoq o'tib kelgan. O'zbekistonga qayerdan kelayotganingizdan qat'iy nazar, O'zbekistonga o'tganingizda chegara postlarida telefoningizni email kodlarini yulduzcha rishotga 06 rishotga qilsangiz telefon email raqamlari chiqadi. Aynan o'sha email raqamlarini telefon nomi bilan deklaratsiyaga yozib qo'ying. O'zim bilan telefon olib kiryapman deb. Agar siz deklaratsiya yozib O'zbekistonga o'tsangiz, O'zbekistonga o'tganingizdan so'ng olib kirgan yangi telefoningizni 100 ming so'm, 200 ming so'm atrofida registratsiya, ya'ni UZMdan o'tkaza olasiz. Agar deklaratsiya to'ldirmasdan to'g'ridan-to'g'ri o'tib kelsangiz, mobil qurilmangizni xuddi shu akaga o'xshab 500 ming, 600 ming